Ozoda Nursaidovaning konsertida polga yog' sepib ketildi. Assalomu alaykum. Show biznes kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Ozoda Nursaidovaning 2022-yilda bo'lib o'tgan konsert dasturida polga yog' sepib ketilgan va uni kim qilgani haqida gaplashamiz. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Konsertda bo'layotgan voqealar haqida xonandaning o'zi so'zlab bergan edi. Estradamizning yorqin yulduzi Ozoda Nursaidova ayni kunlarda konsert dasturini muxlislariga havola etmoqda edi. Ozoda Nursaidova bergan intervyusi davomida konsertga bir necha kun qolishiga qaramasdan bloger Lil Xurramov bilan yuzaga kelgan mojarolarga oydinlik kiritib o'tgan. Noodatiy voqealar bilan boshlangan konsert kutilmagan holatlar bilan davom etmoqda. Bu haqda xonandaning o'zi ma'lumot berdi. U konsertida polga yog' sepib ketilgani haqida ta'kidlab o'tgan. Shukrki, hammasi zo'r o'tyapti. Mehr-muhabbatingizdan juda ham xursandman, deydi u so'zining avvalida. Shundan so'ng Nursaidova konsertida yuzaga kelgan holatlar bo'yicha so'z ochdi. Albatta, bir ikkita sarguzashtlar ham bo'lib turibdi. Menda o'zi doim shunday bo'ladi. O'rganib qolganman. Pollarga sepilgan yog'lar hechqisi yo'q. Eng muhimi sizning mehringiz, deydi u. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.